Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Qalbdən qalbə namlıq proqramımızın 27-ci sanını görüşünü qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Qadirlik aziz xalqım, bütün dünyadakı həmmənlər əlbəttə har gündən başlap, bu mübarək Ramazandan har gündən başlap, hər günü bir ustaz bilan ayrım, məxsus bir temada toxtulub kelyapmiz. Mana bir qancha gün qap qaldı. Bu mübarek aydan hoşluş aldı turupdimiz. Allah subhanahu ve taala günahlarımızı keçirgen, özünün rahmetiga erişken bendelerden kılışını Rabbimizden tüvençlik bilen sorayımız elbette. Elbette her günü biz Ramazan jarayonida bazıda özümüzde özleştirişimiz gerek bo'lgan. Her bir Müslüman hayatında şu İslam'ın yol yo'riqi bo'yicha shu axloq yoki shu buyruq, shu Rabbimizning yo'l yo'riqlarini amal qilib, shuni hayotimizga tatbiqlab qilishimiz kerak bo'lgan masalalarning nurg'unlarida to'xtaldik. Va ba'zi bo'limlarimizda qilmasligimiz kerak bo'lgan, mu'minning hayotida bo'lmasligi kerak bo'lgan masalalar ustida to'xtaldik. Albatta, mu'minning hayoti ana shu qil yoki qilma, buyurilgan emir yoki cheklama, bunun bilan yaşayamiz. Her bir işimizni qilishdan burun bunu qilsam qandaq bo'ldi degan dinimizning ko'rsatmasi nima degan savolni so'rab turibmiz endi. Hatto o'ylab boqaylikki, mu'minning hayotidagi eng oddiy o'birniga qandaq kirib, qandaq chiqish bo'lgan bütün hayotimizning har bir bulun pushqaqlargacha dinimizning ko'rsatmasini izlaymiz. Muşu hayatta muşunda yaşaganligimiz uchun agar muşunda yaşayalasak, ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki bizni, insanni, özünün bendisini bu dünyaya fakat ve fakat ibadet qilish uchun yaratdim degan bu sözünün tecellisi, mümin muşunda yaşayadigan vaqtida bütün hayotidagi barliq amallarni ibadetga aylantirib, Rabbimizning o bizni yaratishdagi hikmatini amalga oshirgan bo'lamiz. Şunun için bugün biz temamızda bütün gün ilanımızda bəgəndək meydansızlık haqqında toxtulduğanlığımızı, bu haqda söhbətləşdiğanlığımızı elan bədik. Hayatımızda qançalik köp ki bu məsələ oylab baxaylı. Qaraydigan bolsaq, kim nima gap qilsa şunun keynindən ketib atqan. Hiçbir mövqe, meydanı yok. Şunda təsirlikroq gap qilib qalğandan keyin mərrastab, yəni tünügün birinin keynindən ketib atqan bolsa, yani bütün hayatı boyunca to'g'ri mengayotgan bir aqida, itiqodi, amalları meselesi mi? Nayet bir sözmen yoki azroq qoyillik qiladigan darajada og'izda so'z mahorati bo'lgan birisinin gapini anglab, shunchalik itiqod qilib kelgan narsasini darhol tashlab o'zgartira oladigan, kim gap qilsa shundan keyin keta oladigan, o'zining bir mustahkam dinimizdagi ko'rsatmasi, dinimizdagi yo'l yo'riqlarga ilim üstüge kurulgan bir müstehkem bir meydanı bulmaslığı insana içindirdiğin bir mesele. Huzeyfe radiyallahu anhu'nun ki sözü ba o hemimiz isimimizi bolsun şu. Davamlıq kişiler Peygamber Aleyhisselam'dan yaxşılık hakkında, yaxşılıklar hakkında soraydı. Ben bolsam yamanlıklar hakkında soraydım. Aşu yamanlıkı düşüp kalmaslık üçün, yamanlıkı düşüp kalıştın korkallıqım üçün ben davamlıq Resulullah'tan yaman iş hakkında qilmasligimiz kerak bo'lgan masala haqida so'raydim deydi. Shuning uchun bugün bu temamizni biz intayin muhim bo'lgan. Aramizda afsuski bu hukumatni tariyotgan bir kim bakrak ülük gap qila olsa, vaqira olsa, jaqira olsa, shuning keyindan ketib qoldigan bu illat aramizda ko'p bo'lganligi uchun bu temamizni bugün bunu da paranı şeyilde söhbətli şeyildə oturubduq. Bugünkü programımızın aziz mehmani həmmələ tunuşub olan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliyi, şundaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliyi əsası Abdurrahman Cemal Kaşiğali'ni təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxarıb qədəm təşrif qılğanlıq üçün köp rəhmət etdiniz. Rəhmət. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq tarixləvatıdır. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrəmiz şundaqla İctimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızға əlaqədar hər qanaq fikir təklif bolsa berişinlərini, suallarına bolsa soruşunlarını ümid qılmaz. Şundaqla köplüyən qeyrindaşlarımızın faydalanışı üçün
hem baharlap koyuşna hem unutmayızlar. Ustaz bevosita kirib ketsak programmamizga oldi bilan bugünkü temamizning mavzusi bo'yicha maydansizlik degan nima? Buni qanday tushunamiz? Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Meydansızlık demek kimlik enakamiz. Dünya karşı enakamiz. Ya ki şahsi düşensi ya ki köz karşı enak olmagan bir haletine bunu meydansızlık deyimiz. Bu meydansızlık akidenin royu gıra kılmaydı. Kımmet karaş körsetimiz boyunca yaşamaydı. Bu sebepten halal haram demezsin. Doğru hata demezsin. Her kim bilen arlaşıdı. Her sağa burnun tıkıdı. Her ekimga kirip akıdı. Bu kıygan işi de halal mı haram mı? Doğru mu hata mı? Bu akidemge uygun kelamdı uygun kelmemdi. Müslümanlık kımmet karşı doğru kelamdı doğru kelmem. Bunun olan kılça onun kârı. Bunun oyladığın paketla menfaat. Şahsi menfaat. Qaysi türdeki olsun, maddi olsun, manevi olsun, şahsi menfaatinin başka nesini oynamaydı. Buna meydansızlık deyimiz. Bu mesela bu akide ruhiga bağlangan, Müslümanlık kımmet karşı bağlangan bir narsa her kadar bir işni qilishga ilgili. Yuqori deyilgandek parça ish olsun, çoğun devlet boshqurgan ish olsun, hattoki vatanni ozod qilgan ish bo'lib qolsinmi, har bir ishda bu qo'llangan usul to'g'rimi xatomi? Men mangmoqchi bo'lgan yo'l halolmi harommi buni musulmon bo'lish sifati bilan cho'qim oydinlashtirish lozim. Ammo afsuski o'zining shaxsiy manfaatini o'ylaydigan, uningdan boshqa narsa o'ylamaydigan, prinsipga ega emas, kimligi ro'shan bo'lmagan, dunyo qarshi ro'shan bo'lmagan bir qism insonlar borki, bular yaxshi insonlarning qashiga kelsa yoki mo'minlarning qashiga kelsa, biz sizlar bilan birga emasmi deydi. Jihodni birga qilmadikmi deydi. Meydanda birga batiq emasmi deydi. Namozda birga batiq emasmi deydi. Agar shaytonlarning qashida birga bo'lib qolsa, xuddi oyat karimda degandek, ya'ni islom dushmanlari bilan bir safda bo'lib qolsa, biz u namoz kirib qo'ygan bilan ularning safida ancha-muncha o'tirib qo'ygan bilan asli sizlar bilan birga. Ideyamiz sizlar bilan birga. Tutgan yo'limiz sizlar bilan birga deydi. Kur'an-ı Kerim bu hakikatni bayan qilib va izallaqul lazina amanu qalu amanna. Agar mu'minlarning qashiga kelsa biz iymon etgan emasmi? Sizlar bilan bir safda tutgan emasmi? Agar islomga zid qiladigan, aqidasiga zid qiladigan, islomning ko'rsatmasiga tamoman xilof qiladigan bir ish harakatni qilsa yoki u ish harakatga odamlar bilan bir safga, bir so'ringa kelib qolsa, masalan, ishchi o'tadigan deyli. Unda bir sorun kelib qolsa, biz u yerda bo'lgan bilan asli sizlar bilan billar deydigan 200lama bundaq odamlarni men Qur'oni Karim meydansiz odamlar. Prinsip bo'yicha mangmaydigan. Prinsipga amal qilmaydigan odamlar deb tasvirlagan. Bu meydansizlik eng ig'ir ofatning birisi. Eng ig'ir illatning birisi. Chunki meydansiz odam oson setilib ketadi. Buni unutmaslik lozim. Bu aqidaga bog'langan bir maydon bo'lmasa, aqidaning ruhiga bağlangan bir mavqe bo'lmasa, bir kurash prinsipi deb qarasak yoki harakat prinsipi yoki dunyo ko'z qarash prinsipi buning bağlangan bir narsa bo'lmasa, bu odam ya pul uchun setiladi, yoki obro' uchun setiladi, yoki mansab uchun setiladi, yoki moddiy manfaat ya qaysi bir sababdan bo'lsa setilib ketadi bu odam. Chunki uning o'ylaydigan qimmat qarashga, aqidaga bog'lanmaganlik uchun qachon bo'lib qolmasin, yo'q bo'lish, vayron bo'lish ihtimali var. Ama prinsip bu adamçı. Akidning ro'yi bo'yicha yashaydigan, qimmat qarshi bo'yicha yashaydigan, nishoni bo'yicha yashaydigan bu odam kelsak, bu odam har qancha dollar, oltin tillarning oldida setilib ketmaydi bu odam. Xuddi payg'ambarimizdan ko'rsatmamiz bo'yicha, bularning butun dunyoni akab basimi o'zimning yo'lidan voz kechmayman, prinsipimdan, nishonimdan voz kechmayman deyadi. Aqidaga bog'langan, qimmat qarash bog'langan maydon odamimiz. Ammo bu maydon yo'q odam bo'lib qolsa, qachon bo'lib qolish yuqori degandek setilish ehtimoli har zaman ko'rinib turadi. Bu maydonsiz odam haqni qo'llamaydi. Haqni qo'llaganda ko'ransin, haqni himoya qilmaydi. Qo'g'dimaydi. Haqiqatni so'zligini o'namaydi. Hatto ba'zi vaqtda haqning ziddi bo'lgan botil, nohaq yoki zulm xarakterdagi aslini so'zlaydi. Hatta maddi menfaat uchun yoki shaxsiy manfaat uchun o'zining aqidasidan voz kechadi. Aqidasidan voz kechmagan taqdirda islomning keskin prinsiplardan manfaat uchun voz kechadi yoki gochi bo'lib oladi. Buning xatarli taraflari bu tarafda. Bu sababdan prinsip va odamni haqiqatan hurmatlash kerak.
aqidaning ro'yi bo'yicha yashaydigan, qimmat qarash ro'yi bo'yicha yashaydigan, kimlikning taqozosi bo'yicha yashaydigan, siyosiy ruh bo'lgan bo'lsa, bu prinsipni yashaydigan bir musulmon bo'lib bilan, bir vatanparvar bo'lib bilan, bir millatparvar bo'lib bilan bu prinsipni ching tanib yashaydigan odamni haqiqatan hurmatlashga tegishli. Ammo uning aksi bo'lgan maydonsiz odam ya aqidaning ro'yiga asilmagan, ya qimmat qarashiga rioya qilmaydigan, yoki hayotda bir nishoni yo'q. Xo'sh. Uçup yurgan peyğo o'xshaydi. Bu odam kelsak, bu qimmat yo'q bir odam. To'g'ri. Bu yo'lni topolmagan bir odam. Bugun bu guruh bilan yashaydi, ertasi u guruh bilan yashaydi. Bugun buni bilan o'tdasa, ertasi uni bilan o'tdir. Muayyan bir o'lcham yo'q buning. Halal, haram deydigan bir o'lcham yo'q. To'g'ri, xato deydigan o'lcham yo'q. Bu odam yaxshi, bu odam shariatning ro'yi bo'yicha nachar, buni o'tdasan bo'lmaydi, bunday o'lcham yo'q. Shunga bu maydonsizlik eng og'ir ofat, eng og'ir illat. Bu meydansızlık şahsi de tepildi, cemiyet karakterliğim tepilgan bir illet. Ama zamanımız karsak meydansızlık nahayet ağır. Her yerde tepildi, her saat tepildi. Mesela bazılarının hava yevsi kartta iş kesimi onun olan meydanını birleştirip verdi. Yani onun mengiş verdi. Ma hava yevsi bu. Bu İslam zid, bu kıymet karaş zid, vatanperverlik zid. Milletperverlik zid, bir musulmonlik zid, odamgarchilik zid ish bo'lib qolsa, ya'ni havo yabas qarta xato ish bo'lib qolsa, ish qilish birdigan odamlar. Ba'zi bir odamlar va yana biz sen ish harakatida ma ishni qilibdi deb qilish birdigan odamlar va uning to'g'ri xatolik qilmaydi. Yana bir bo'lak odamlar va maydonga qo'ymag'ach, birsi bir fikrni tashlagan bo'lsa, bu fikr to'g'rimi, xatomi demasdan, uni qo'llash birdigan, uning usullanış birdigan, uni soni avutib birdigan bunda meydansızlık ahvalım bu. Emeliyatta bir Müslümana nisbeten Kur'an sünnetini Allah'ın ki vahiysi deb itiqad qilgan. Bu İslam dini haq deb itiqad qilgan. İslam prinsipleri haqiqat deb itiqad qilgan bir Müslüman nisbeten her qanday bir fikir, her qanday bir tasavvur, her qanday bir düşünce, her qanday bir ish harakatini qilishi ilgili bu ish dinimizning ro'yiga uygun emasmi? Xo'sh. İslamga uygun emasmi? To'g'rimi xatomi deb bu o'lchamni o'tkazib endi qilish lozim. Ammo afsus qarasak, ko'plagan ahvollar unga tushmaydi. Maydonsizlik. Masalan, bir necha misol olaylik. Masalan, sharkat sohasida yoki savdo-sotiq sohasida. Savdo-sotiq sohasida qarasak, bir bo'lak qarindoshlarimiz bor. Niyat yaxshi edi. O'zi yaxshi edi. 5 vaqt namoz o'qiydigan bir solih, bir yaxshi inson. Ama Bitcoin'ga o'xshash olimlar haram deb qargan savdo-sotiq ikkilanmay kirib ketaverdi. Pulni tez topgan bo'ldi endi. Agar bu maydon va odam bo'lsa, haram ishga olimlar haram deb fatvo bergan narsa yaqinlashmaslik lozim. Voz kechish lozim. Qancha foyda kelgan bo'lsa-mi? Xud qimardan voz kechgandek, aroqdan voz kechgandek, jazondan voz kechgandek, aniq haram bo'lgan bu narsa voz kechish lozim. Masalan, shaxlatib savdo qilishni olimlar haram deb fatvo bergan bo'lsa, bu olimlarning so'zi qanoat topgan bo'lsa, yoki olimning so'zini e'tibor qiladigan bir musulmon bo'lsa, buni da voz kechish lozim. Foydaning oldiga qaramasdan. Paychaki halol bo'lgan bo'z qilish, harom bo'lgan bo'z, buni voz kechish lozim. Ammo palani qilib emasmi? 5 vaqt namoz o'qiydigan odamda, ma ishni palani qilib emasmi? U qalbiy taqvo odamdek turdi. U ishni halol haromlik qaramasdan, olimning fatvo so'ramasdan kirib ketaverish, bu musulmonlik halol harom qarta bir maydonsizlikni ko'rsatadi. Bu bir misal. Ama siyaset sahasına qarab baksak, bunun misallarım az emas. Mesela bazı bir insanlar tepildi. Özüne dini zat deb qaraydigan, yoki islomninki bir homiysi deb qaraydigan, yoki bir o'zini da'vatchi deb ataydigan. Ammo islomning muqaddaslari deb sanda qilinsa, islom prinsiplari haqorat qilinsa, islomning asoslari ba'zida hujum chiqsa, ya qarinishi bo'lganlik uchun, yoki a'zosi bo'lganlik uchun, yoki do'sti, ya tonishi, ya yurt qo'yganlik uchun og'zini yumbaldigan. Uni qarshi turmaydigan, raddiya bermaydigan bu xil turdagi maydonsizlama yo'q emas bu. Xo'sh. Ya mansibidan, ya mavqasidan, yoki manfaat yoki qaysi bir sababdan ma ish to'g'ri, ma ish xato deb o'zining maydon ifodalaslik bu maydonsizlik bu. Sen nima ish qildigan odam? Nima sifat bilan maydondagi odam? Agar sen o'zingni da'vatchi sifat bilan chiqargan bo'lsang, bu da'vatga ega chiqishing lozim. Da'vatning asosli manbasi bo'lgan Qur'on, sunnat masalasini qattiq himoya qilishing lozim. Buni hujum qilgansiz oldinlik sabab turishing lozim.
Yani bir misal alırsak, mesela bir akım tava oluş meselesi. Yoki bir teşkilat değil, zag'irtilib aytgan vaqtida. Bizning odamlar sapa meselesiga munosabatlik, endi islomni tushunish masalasiga munosabatlik bir masala bo'lganligi uchun, hili qarasa hammasi tog'da, hili qarasa hammasi bog'da yuradi. Bu aslida bu masalaning bir o'lchami bor. Sen bir aqimga tava bo'lmoqchi. Bu dastlabda buni sen mezonga solasan. İslamның prinsipi, İslamның maqsadi, İslamningki ona manbasi bo'lgan Qur'on sunnat nima deydi mush aqimga? Mush aqimning tutgan yo'li to'g'rimi? Mush tashkilotning tutayotgan yo'li islomga uyg'un emasmi? Men a'zo bo'lsam, to'g'ri yo'lda mangan bo'lamdiman yoki xato ishga shirik bo'lib qolamdiman? Bir gunoh ishga men vasita bo'lib qolamdiman yoki gunoh ishni men kuchlandirgan bo'lam? Buni biz surishtirib kirish lozim. Ama afsuski bizden adamlar işini tüketip olgan vaqtida so'raydi fatvan. Masalan, bir adamning 10 ming dollar puli olsa, oltinchilik qildi deyli, dollarchilik qildi. Shuning puliga yetar miqdorda apsatsa. Kuchi yetmaydigan deb 10 ming dollar, 100 ming, 200 ming savdo kirib qo'yib, butun puldan quruq qoldigan bunday ahvollar xali ko'p odamlar duch kelgan bilan. Bu yerda misol nima desa, bizningki bir qism qarindoshlarimiz niyat yaxshi bo'lsa, ishni tugitib bo'lgan chog'da qanday o'g'iydi deb so'raydi masalaning hukmi. Aslida masalaning hukmini boshlashdan ilgari so'rash lozim. Hatto ba'zi bir qarindoshlarimiz borki, o'zi bir masalani, bir aqibni deyli, to'g'ri topib qolgan bo'lsa kallasida, sizlar ne deyli? Yoki meni, yoki yana bizsini tartishga urindi. Bu o'ylamay to'xtabdi. Mana az to'la bir narsa bildigandi. Bu bunaqa tava bo'lmagan qaragan chaqda, buni qo'llamagan qaragan chaqda, mush ishniki shariatga uyg'un bo'lmagan bir tarafi bor. Aqidamizga uyg'un bo'lmagan bir tarafi bor. Axloqimizga uyg'un bo'lmagan bir tarafi bor. Qimmat qarashimiz uyg'un bo'lmagan bir taraf. Tekshirib qo'ydimasdan kirmisi qabulaydigan, yoki men kelmaganlik uchun deb boshqa ish qaraydigan bu xil maydonsizlik ahvollarim bor. Asli o'lchamni kim qo'ydi? Xo'sh. Bugungi ko'plagan sa'lik qarsak ba'zilar bor. Va jihad qilmaydi bu deydi. Jihadning nimaligini bilmaydi. Ba'zi qarindoshlarimiz jihadni faqatlam qurolga cheklab qo'yadigan, uningdan boshqa ilmiy jihad, fikriy jihad, siyosiy jihad, iqtisodiy, ya'ni musulmonning hayot nurg'un ishlar bor. Buni cheklab qo'ydi. Demak, uning kayinda ma'murlik uchun jihad qilmadi deb ham tamg'ini besib o'tdi. Amaliyat surishtirsa, uning qilayotgan jihadning bir parchasi. Ama cihatның haqiqiy mohiyatini hech bir vatqan bir ulama yoki bir da'vatchi qartab u hech qilmaganda ko'rin. Xo'sh. Yana bir misol olaylik. Qisqaroq chunki vaqtimiz baqis. Tamam. Bundan bu misolda o'tib ketdik. Meydansiz. Yuqoridagi misollar mencha yetib boshladi. Endi yuqorida so'zlangan haqiqatan payg'ambarimiz bo'lmasan bir insonning qanchalik da'vosida mustahkam bo'lish kerak ekanligini rasulimizning o'zi açtıq da'vatning eng bosqich dastlab mazgillarida xohlasan podshoh qilayli, xohlasan mol dunyoni ichimizga eng boy qilayli, xohlasan agar to'y qilmoqchi bo'lsang eng go'zal qizni berayli deb talab qilib kelganda deydigan tag'isiga il cho'p kelgan vaqtida o'ng qo'limga quyoshni, so'l qo'limga oyni bersin, men da'voyimda aslo voz kechmayman deb. Bir maydon masalasining qanchalik muhim ekanligini rasulimiz eng tek musulmonlar ojiz vaqtida o'tirib qo'ydi. Endi yuqorida so'zlab o'tilgan butun misollarga ko'ra islom maydonsiz insonlarga nima deb hukm berdi deb qaraydi. Yuqorqi keltirilgan oyatdan boshqa bir hadis misol qilaylik. Tag'in bir ro'shan bo'lishi qarindoshlarimizning qalbida. Payg'ambarimiz maydonsizlik masalasida la takunu imma'adi. Sizlar maydoninglar aniq bo'lsin, maydonsiz bo'lmanglar dedi. Xo'sh. Yili ayanda, yili mayan yurmangsizlar dedi. Kishilar yaxshi qilib qolsa, yaxshi qildigan o'xshamamda. Qaraganda bilmadan o'ng tarafga ketib borib mayonni mangayda bu yan ketmanglar. Kishilar xato ish qilsa, bugun kunlik qaraganda xato ish qildigan o'xshaymiz deb bu so'l tarafdan u yanda ketmanglar dedi. Nishoninglar aniq bo'lsin, mangdigan yo'linglar aniq bo'lsin, xaritanglar aniq bo'lsin, bordigan yeringlar aniq bo'lsin. Kishilar yaxshi qilib qolsa, qilinglar sizlar. Agar kishilar yaxshi qilmay xato yo'lda mangib qolib qolsa, hammasi 99 odamning hammasi xato yo'lda mangsa, yolg'iz qolib qolsangmi, sen bundan qatnashma dedi. Xo'sh. Maydonsizlik qilma dedi. Bu islomning ruhi bu. Yani demek yo'g'ini islom sen boshqalarga boshqalarni do'rab ketaverma dedi. Xo'sh. Boshqalar nima desa uning kaynidan ketaverma. Sen boshqalarni degan gibi qara. To'g'rimi, xatomi, halolmi, harommi? Islomning maqsadiga, ruhiga uyg'un kelmaydi, bu yoqqa qara. Bir o'zingning kimliging va bir odam. O'zingning salohiyating va bir inson, dunyo qarashing va bir inson. Sen nada bo'lmasin, aqidang ro'y bo'yicha yaxshi qil. Her qanday vaqt to'g'ri ish qil. O'zing yolg'iz qolsangmi, boshqa insonlarning hammasi zalolatda, ozg'unlikda ketib qolib qolsa, sen maydoningda qilcha voz kechma. Sen bo'l dedi.
Başkalarınki kıyafetlik gelip almadı. Başkalarının köyünekini kiyip almadı. Üzan boyunca yaşa. Başkalar seni halıganca özünün ideyisi güzlendirişke, başkalarının nişanı sahi oluşka sen bunu kabul kılmadı. Başkalarının bir sayısı olup kalmasın. Çünkü başkalarına okşamaydıgan bir alaylık var. Barmak izinden tartıp nurgun taraflarına okşamaydıgan bir insan. Özünün kimlikini namayan kıl, salaytan boyunca yaşadı. Ama əpsizki bugün günlükte biz başkalarını doğru edilen bulup kaldık. Doğru olsun mu? Doğrudur, hata olsun mu? Bak doğru olgan olsun bulaptı. Mesela ilim fen sahasını bugün başkalar Müslümanlardan bazı halda terakki kıl. Bunu faydalansak buludu. Onun tecrübesini alsak buludu. Ama bazı bir hata örüp adetler var. Bunu mu doğru avutunuz? Mesela adli bir misal alsak yukarı okşamaydıgan, toy tövküllerimiz tansı oynaydıgan işlerine uçtu. Bu bizdeki örf adetimiz uygun. Örf adetimiz dinimizden ruhiga məqsəd uygun emas, xilaf bir iş bu. Gerçi özünden xotunu bilen nikah qilgan birisi oynasın mı? Sen nerede oynarsın? Toy nikah qilib bo'lgandan uydan xalagancha o'ynamas bo'ldi. Ama adam bayat gösteriş bu bizdeki qimmat qarshimizga tamamen xilaf bir ish. Musulmonlik ruhiga xilaf bir ish. Bu her bir ishdagi o'zining o'lchami. Biz bu ishdagi doirasiga qaytib kirmaylik. Demak bu yerda musulmon o'zining musulmonligini berish lozim. Özünün musulmonlik bilan faxrlanish lazım. İzzet şeref manbasini aqid ruhi bilan qildiganligini bilish lazım. Belki kisb aytgan vaqtimizda dunyoning hammasi sol tarafga mangsin, bu musulmonning yo'li, o'ng yo'lda bo'lganmiz, o'ng yo'lda menish lazım. Dunyoning hammasi kafir bo'lib ketsinmi? Dunyoning hammasi bugungi sekular bo'lib ketsinmi? Dunyoning hammasi almanizm bo'lib ketsinmi? Yana bir narsa bo'lib ketsin, musulmon haq yo'lda mustahkam turishi lazım. Bu aqidning taqozosi. Chunki Alloh taolo bu vaqtda ya ayyuhallazina amanu aleykum anfusakum. Müslümanlar özünü igi olanlar. Prensipler çın turunlar. Hak yolda müstahkem turunlar. La yadurrukum men dal izahta deytum. Siz doğru yolda basanız dünyadaki insanların hepsi hata yolda mas bunun seni yok. Yani hak yol galiba kılıyordu. Hakikat galiba kıldı. Ama hepsi bugün kıllı kişiler karsak bu Müslümanların ahvali bu haletteyken bizim bulduğum payda gelmekte. Şunun karıgan skolar olsak o kadar, densiz olsak o kadar, başka ne demansa oğda mağamda, solda mağamda, işçemde, kötüremde hemen doğrusak oldu deyilgen bu xil bir hata ufkon şekillenip kaldı. Bu tamamen Müslümandarçılıkka, İslam'ın orayıga zıt bir işe uygun kelmedi. Allah razı olsun. Muş meydansızlıktan sebepleri ne mesela hocam? Meydansızlıktan sebeplerini xulasalab aytgan vaqtda birisi imandan acizlik. Çünkü iman güçlü bo'lgan chaqda to'g'ri xata, halal haram degan bir mizan qo'yildi. Ba'zan deydi bu yemek içmekning halal haram bo'lganda fikrlarmi halal haram bu. Yani İslamning prinsipiga uygun keladigan fikr hammasi halal. İslamning qimmat qarashiga zid kelmaydigan boshqa insonlarning, boshqa millatlarning fikrlari umi halal. İslamning maqsadi fikrlarga, prinsiplarga zid kelmasa. Demak, birisi imanning ojizligi, meydansizlik. Allohga bo'lgan ishonchning ojizligi. İşenç kuchli qo'ygan bo'lsa meydansizlik qilmaydi. Yani birisi İslam bo'lgan tushunchasiniki xatoliqdan kelib chiqadi. İkinci sebep bu meydansızlıkның örneksizlik. Yani bu adamның o'ligi tutamaz. Örnek kim? Her bir adamның bir o'ligisi bo'lishi kerak. Bu meydansız turayotgan adamlar ya payg'ambarlarni o'ligi tutish kerak, ya sahobalarni o'ligi tutish kerak, ya bo'lmasa haq yo'lda mangadigan olimlarni o'ligi tutmash kerak. Demek bunda bir örnek bo'lmasa çoğun başka birisini tutudu. Ya Mao'dan tutudu, ya Marx'ın tutudu, ya ki birisini tutudu. O yandan bu yandı. Üçüncü bir sebep ideyasından sağlam olması. Meydansızlık gelip çıkıyor. İslam'dan fikre karşı göz karşı kalsa Mao doğru, Mao hata. O olgan bo'lsa ya komünist ideyasi bilan ta'sirlangan yoki liberalizm ideyasi ta'sirlangan bo'lg'achqa bu yerda ideya to'qinish shakllanib ideya kirib duch kelgan bo'lsa shu meydansizlik yuz berdi. Mayan qarsa musulmon qardoshlarning qashigasi musulmondek bu sorun chiqib kelsa emasdek bu salohiyat aniq emas. Bu ideya to'qinishga duch kelganlikni bu eng muhim omillarimiz. To'rtinchi birisi rizqidan qo'rqish, ejridan qo'rqish. Demak men mushunda tutib turmasam o'lib ketaman. Ya müşteri tuttu olmasam, ballarım kayıp kaldı, pullarım kayıp kaldı, onun ziyan tartımen de Allah Teala'nın ki ecelden korkmalı, ecel gelmesi insan ölmeydi. Rızkından korkmalı, rızık mı insanı ecel kovulgan da kovulay deyilgan. Bu
aqidaga ishonmaganlikdan, taqdirga ishonmaganlikdan kelib chiqadi. 5-chi birisi nishonsizlik. Ko'z qarshidagi ro'shan bo'lmasligi. Bu 5 xil illat bu maydonsizlik keltirib chiqadigan eng chong sabablarning qatorida. Allah razı olsun. Endi oxirida nayt qisqa bir şekilde vaqtimiz o'tib qoldi. Maydonsizlikdan qutulishning yo'llari haqida. Ziyonlarni yuqorida so'zlab bo'lgan asos. Maydonsizlikdan qutulishning birisi kimlikni qo'g'dash lazım. Bu yerda kimlikni biz ilgari ko'p to'xtaldik. Bu yerda kimlikning omillarini yig'saqlam chiqadi. Aqidani qo'g'dash, tilni qo'g'dash, tarixni qo'g'dash, madaniyatni qo'g'dash, qimmat qarashni qo'g'dash, vatanni qo'g'dashdan iborat. Mush kimlikda mustahkam turish bu maydonsizlikdan qutulishning birinchi amali. Endi islom prinsiplari uchun turish, islomning ko'rsatmasi bo'yicha yashash bu insonni haqiqiy maydonga ekildi. Maydonsizlik mana mishadan kelib chiqadi. Islomning ko'rsatmasiga ergashmas. Ya'ni keyin har bir odam o'ziga ishonish, iymoniga ishonish, Allohning yordamiga ishonish lazım. Ikkinchi birisi yaxshi odamlar bilan hamroh bo'lish. Iymoni va taqvo, aqlliq, zirak bu odamlar bilan hamroh bo'lish. Olimlarning ba'zining bir so'zi bor. Fuzayl ibn Iyaz deydi. Sen haq yo'lda mang. Bütün insonlarning hammasi xato yo'lda mangsimi? Sen haq yo'lda mang. Xato yo'lga kirib qolmadi. Xato yo'lda mangayotganlar nurg'un odam bo'lsa-mi? Nurg'un sonli odamlar xato yo'lga kirib ketsa-mi, sen uningga ergishib sanmadi. Uchinchi birisi qaro elishqa o'zini odatlantirish. Chunki bu bir inson, dunyoda bir g'oyasi va dunyoga kelishi bir roli bor. Unda bo'lgandiki o'zining shaxsiy bir kimligini shakllantirish lozim. To'rtinchi birisi angliq bo'lish. Ya'ni angliq bo'lishning maqsad bu adam davomli boshqalar bilan ishimni qilib bersa bo'ldi. Hal qilish chorasini boshqalar tapasi deb qarab o'tmasin, o'zi o'ylanishi, o'zi tafakkur qilishi, o'zidagi ishini o'zi hal qilishi, o'zi qildigan ishlarni boshqalarga otib qo'yib o'tmasin, ijobiy harakat qilish lozim. 5-chi birisi o'zini e'tirof qilish. O'zining shaxsiyatini shakllantirish. Sen kim bo'lsang, o'zing bo'l. Boshqalarning chapında terlemedi. Özünün kimlikin bilan, özünün aqidan bilan, özünün qimmat qarashini tanlasan. Özünün kimligini mustahkam tut. Boshqadan bo'lib qolmadi. Mushunda bo'lgan vaqtida bu odam o'ylanmasdan, tafakkur qilmasdan boshqalarga ergishib ish qilishdan saqlanib qola oladi. Natijada maydonsizlikdan qutulib qoladi. Xo'sh. Allah razı olsun. Siz ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu qo'rqinchlik illat deyiladi. Allah subhanahu va taala har birimizni saqlasin. Biz albatta bütün Ramazan jarayonidagi programmamizda bo'lsin va yoki boshqa ustoz bilan ilodim bilan qilayotgan islom va bizda bo'lsin nurg'un temalarda to'xtalyapmiz. Musulmonning har vaqt, har qanday bir sharoitda chuqum haq tarafda Allohning ko'rsatmasi, Rasulullohning yo'l yo'riqi asosida bu tarafda menish kerak ekanligini. Afsuski dunyodagi nurg'un ozdirishlar, nurg'un qiziqtirishlar degandek bu narsalar ham xato yo'lda menayotganlarning ko'p ekanligi ta'tidigan yo'llarga bu insonni davomli holatda ovlash uchun tarafdan fursat kutib turdi hamda. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Zimindeki köp sallıqqa eğer ergişip ketsen seni Allah'ın yoludan azdırıyor etidi. Şuna agahlandırgan her zaman, her vakit haq tarafta, haqiqatda mağadıqallarının az ikellikini düşündürgende hamdi. Şuna qaraymiz dünyada nurg'un safsatilar, nurg'un fikirler, dinozda yaşavatımız desek mi buldu ameliyatda. Haqiqatda tepip müstehkem şunun ustida menish bulupmu bugünkidek zamanda insandan bir hareket, tirishchanlik talab qildigan bir davrda yashayapmiz. Allah subhanahu va taolo bizga haqni haq bilib amal qildigan, batilni batil bilib tunib, undan yiroq turish ne'matini ato qilsin deb tilaydi. Allah subhanahu va taolo umr bo'yicha atiki programmamizni ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق